kechadan mol bozorga chiqsam, ola mol turib qatnashadi. Bu zoologiya kabinetidan o'g'irlab chiqqan. U sinovchi ozuvchi ekan. Mol qanchalik ozishni iloji shuncha ozdirgan ekan-da. Hali mol ko'sh qaytarishgan ham era masalan. Suvar deb qo'yapti. Suvar deb qo'yapti uni egasi. U qoni bormi o'zi buni? Bor bu nima bu desam mol dedi. Molni sipatidan chiqib ketgan-da. Aka 5 litr suv bor. Buni qoni yo'q dedim. Maramaydi dedim. Marashga aka quvvat oldi. Bu molingiz dedim oyog'ini devorga tirab, yarim marta mara oldi. Va o'tirib. Marashini sut berishini qo'yib, bu mol yo'qsa tuyoladi. Yo'q, talpalda ko'tarib qo'yish kerak. Bittasi oldi uni shu 1300 so'mga. Uyga borgan ekan, darvoza onasidan tomda yashab ko'rinib turgan ekan. Shotidan chiqib ketayotganmish, haligi bor. Ya debdi, uyga olib kirib. Keyin hali ikmahal terib boshqa boqqanda, hali mol odamni ko'ziga qaray olmasdi, uyalgan. Shu yemishligi yarasha xizmat qilyapsanmi keyin? Haligi molda, hali odam har kuni og'ziga boshlab bo'laveramiz-da. Bunga mana qilaveramiz. Uyalayotgan. Haqida oyog'imdan bo'ldi degan ekan. Agar o'sha molni ilk mar kunjiraversa uydi ben. Bu mola 50 kilomi bu bo'lgan ekan. Bu olgan bola qo'ltiqlab chiqib ketdi. Yura olmaydi. Buni eng achinarlisi yonida bolasi ham. Bolasi ham. Buni o'sha o'zi Samarqandda oldirib kelgan bo'lsa kerak. Ya'ni ozadigan joy bor. Uyingda uni oldira olmaysa, rahming kelib ketadi. Molam qilib qaraydi. Ko'zini suv kamerasi yumib oladi. Bunday qilishni quvvat. Shart yumib oladi. Bitta bayovoy molni oldiga qo'yib qo'yib. Bunga buni oldiga qo'ydingiz, katta molni oldi desam, uka indamak suyanib turibdi. Nima ekanmi? Ha, u sinovchi ozuvchi ekan. Bu demak mashinalarga ham kecha qolgan nomerlarni qaynamadimi keyin? Safar ham bunga ketaman kerak. Yo'q, u mol unaqa yuradiganlar mol bo'lmaydi. Unaqalar novvos bo'ladi. Bizni zotda novvos odam bo'ladi. Shu 50 ga kirganda ham shoqib, mana motosikl bo'liga o'zgarmaydi. Nechta tishi bor? Aka tish so'ramang dedi. Nima bo'lsa tomoqgacha tish bor. Nima tish ketgan bo'ladi? Dadam tish ham qodirib qo'ygan. Shoqmashimcha. 100 kilo yem yedirsam, qizillar ketadi, qop ketadi. Ko'g'lim zo'r, semirmaydi. Bu eng yomoni mol tashiydigan hamma mashina nomerini ham. Bozorga boraman. Ajob nomeri necha? Tuyog'im bilan nima deyapsiz? Shu aravada yurmaydi. Oldida ketadi. Shuni tuyog'ini qo'yadi. Haydan ekan. Eng yomoni bozorga joyi ham bor. Boshqa novvosni qani deydi. Bir litsenziyasi bor. Meniki lekin novvosni bo'lsa 2,5 million beryapti. Meni narxim shu tug'ilgandan beri so'rayapman. Chidasan shu? Eng yomoni. Meni ham qo'ying. Shundan zot olmaydi. Oxirgi odam o'ziga ko'payib ketmadi. Oxirgi odam otib tashab. Qo'shnimdan bitta novvos bo'kilyapti. Yig'oldan. Shunday qarasam, shunday qiladi, og'iz to'lab tish. Shoq mashin cho'p ketgan. Og'iz bejiga non boshlab qo'yapti. Kallasini oldim, bir tomonini tiqib, keyin bag'ini tiqib. Shoq mincha. O'zi saltaq. Kilogramini ham biladi. Chunki uni 3 marta borganda bir martadan tarozi tortiladi bozorda. Tarozi olib chiqaman, bilat deydi 300 kilo chiqaman, oshib. Bu novvosda bo'ladi. Ko'chada masalan dokumentini ko'ring. Tog'im mol unaqa qilib bozor yurmaydi. Hali mol
soni yo'q deb taksi ko'zab qo'yganga o'xshaydi. Bu suti bor deb bekinaman.